sizlarga hozir zo'r kitob ko'rsataymi? Yosh bolasi borlar uchun, zooparkka sharoit yo'qlar uchun mana bunaqa kitob juda ham qiziqarli bo'ladi. Bu maksimalni hayvonlarni sherstini yaqinlashtirib chiqarilgan kitob. Masalan, mana bu zaychikka o'xshaydi. Sabachka bu, mana bu mushukcha, bu mushukchani sherstiga o'xshaydi. Mana silasa bo'ladi-da. Kimdir bolasini allergiyasi bor yoki zooparkka chiqishga sharoiti bo'lmaydi-ku. Mana bu ham jiraf, maksimalna sherst. Shersti jirafni sherstiga o'xshaydi. Oldin ham ko'rsatganman bu kitobni, endi ko'rmaganlar ham bordir. Obunachilarim ko'paygan chunki. Mana bu nosорог. Nosорогni ham badani shunaqa yaqinlashtirib, maksimalni приближенный teridan qilingan. Nosорог sizlarga bo'ladi. Delfin. Delfinniki ham maksimalni delfinnikiga o'xshagan telasi. Bolalarga hozir qishki zooparkka borgisi keladi, qiziqadi. Mana shu kitoblar olib berib, обязательно rivojlantirsanglar bo'ladi. Kim yosh bolasi bor. Barashikni ham maksimalni baranni ko'rasizlar. Bu kitobni men marketplace'dan olganman, Wildberries'dan. Juda arzonga. Agar sizlarga ham shunaqa kitob kerak bo'lsa, Wildberries'da yoki Ozonda bor. Ссылкасы kerak bo'lsa, kommentariyda zoopark so'zini qoldiringlar.